Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun maxsus taklif 4 so'tiqdan iborat. Xonalar soniga keladigan bo'lsak, adashmasam 5 ta yoki 6 ta xonadan iborat qurilish esa g'ishtdan bo'lgan uchastkamiz sotuvga chiqyapti. Manzil haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar, Saharniy больница deb kelsalaring bo'ladi. Uylarimiz tepa qismlari remont qilingan. Endi to'liq videosi nasib bo'lsa kechroq qo'yishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelguncha ana bu joylar ham asli xona. Bemalol o'zlari remont qilib, xona sifatida foydalanishlari mumkin. Ana bu joyda ana odam yashab turibdi, bemalol kirib yashash imkoniyatiga egasizlar. Ana bu joyda yana bitta xonamiz bor. Umumiy xona qaranglar. Pastda bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona desak, ikkitasi bitta alohida sanuzor qismlar. Tepada bitta hol, bitta xona, ikkita xona va uchta xona. Umumiy xonalar soniga keladigan bo'lsak, adashmasam 5 ta yoki 6 ta bemalol kirib yashash imkoniyatiga. Narxi hamma uchun buni narxi qiziq. Narx esa 64.560 dollar so'raladi. Naqd pul evaziga xarid qilasizlar. 4 so'ti qurilish turi g'ishtdan bo'lgan manzil esa Buxoro shahar, Saharniy больница deb kelasizlar. Qayerdagi bir videolar uchun bittaga like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bizning videolarimiz manfaatli bo'lishi uchun ayamasan shu tugmani bosib qo'ying. Yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'ysalaring, zero manfaatli bo'ladi. Kadastr hujjatlarda v общем muammosi yo'q, xudo xohlasa. Taklif bizdan, tanlov esa har doimdek sizdan. Hurmatli obunachilar, to'g'rimizda Knaf ko'rishlaringiz mumkin. Aynan shu territoriya, ya'ni Kogon shahar, Zirabot. Orientir keladigan bo'lsak, to'g'rimizda Baxt to'yxonasi bor ekan. Aynan shu territoriyadan 75 ming dollar so'ralayotgan obyektimiz sotuvga chiqyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. 25 sotuq 75 ming dollar gaz, svit, suv uchun ko'rishlaringiz mumkin. Nasos qo'yilgan ekan. O'zi bu territoriyada ko'p ko'rishlaringiz mumkin. Korxonalar qurilgan. To siz ham qanaqadir korxonangiz bo'lsa, biznesmen akalar uchun maxsus taklif bemalol ko'tarib olishlaringiz mumkin. 75 ming dollar 25 sotuq kadastr hujjatlariga ega. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa shanba bozor kuni qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Kogon shahardan, Vobkendan, Peshkodan agar siz sotiladigan uyingiz, obyektingiz bo'lsa, syomka qilib berishga va reklama qilib chiqarib berishimizga. Sizlardan bitta iltimosimiz, kanalimizni rivoji uchun bitta like tugmasini bosib, yaqinlaringizga videomizni jo'natib qo'yinglar. Manzil Kogon shahar, Zirabot, Baxt to'yxonasi. Yo'q bo'lmasa, Knaf deb kelsalarga bo'laveradi. Taklif bizdan, tanlov esa sizdan. Ukam aytganda sotiladi tamom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 100 metr kvadratdan iborat bo'lgan ko'rib turibsizlar. Nima deydi? Go'zallik saloni deydimi? Nima deyiladi bu? O'sha noturar obyektimiz sotuvga chiqyapti. Tepalari juda ham chiroyli pasonlar berilgan. 100 metr kvadrat, kamiga 20 metr kvadrat yoki bo'lmasa 30 metr kvadrat podval bor deyaptilar. Podval qismi ko'cha tarafdan kirilayotgan. Juda ham chiroyli obyekt bo'lgan, vaqtiga ishlab turgan bu. Hozir sotish maqsadida endi o'z bizneslarini to'xtatdilar, qaranglar. Bu narsani hamma qizlar kiyib orzu qiladigan, ayda oq ko'ylak. Hurmatli obunachilar, qayerdagi bir bo'lmag'ur narsalarga ham shu ayamasan shu like tugmasini bosib qo'yasizlar. Zero biz manfaatli ish qilamiz deb o'ylaymiz. Kimnidir ishini yengil qilamiz deb o'ylayman. Ana bu obyekt o'zi ko'rishlarim mumkin. Yo'q bo'lsalaring juda ham katta salonga aylanadi. Xohlagan ishlaringizni qilishlaring mumkin. Ana bu joy sanuzori. Manzil kiradigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar. Xo'p, aniq aringizlar aytadigan bo'lsak, Dolce Vita restoran deb kelsalaring bo'ladi. Issiqlik tizimi uchun duv kontrolli kotel qo'yilgan. Ana bu konditsioner, birikda ba'zi bir narsalar ketadi, qolgan narsalar qoladi deyaptilar. Tayyor biznes kim yuritaman desa, ko'rishlaring mumkin, ishlab turgan narsa, shundagina kelasizlar, o'zlaringni narsa mayda-chuydalaringni bemalol ishlatishlaring mumkin. Like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'yinglar. Yetmaganda ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Manzil Buxoro shahar, Dolce Vita restoran, narxi 75 ming AQSh dollar so'ralyapti. 4 qavatli panelli domni birinchi qavatda 2 xonali xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimiz lokatsiyasi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Remontdan keyin ham hech kim yashamagan. Proyekt bo'yicha tanishtirib bo'lsak, ikki taraflama proyekt, xonalari ham alohida ko'rishlaring mumkin. Ana bu birinchi xonamiz. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, manzil Buxoro shahar Aver deb kelsalaring bo'ladi. Universitet, texnologik institut hammasi yaqin. O'yinlar 2 qavatdagi kompleks romlarga almashtirilgan. Yo'llarda super mo'ysha bo'ladi. Anaqa MDF eshiklar bilan juda ham nejna bo'yda tanlangan. Ana bu yerda ko'rishlaring mumkin. Klozovka qilganlar juda ham chiroyli. Remont qilib qo'yibdilar. Bemalol o'zlaring garderob va shkaf qo'ysalaring bo'ladi. Ana bu joyimiz esa zalimiz. Zalimizga ham bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli pardalar tanlangan, tepalar chiroyli ustalaringan. U yoqda esa laminat qilingan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, uyimizning narxini 38.500 AQSh dollar baholab qo'yibdilar. Ana bu joy sanuzor alohida ekan. Ana bu joyda esa kuxnyasi. Mana ovqatlanish uchun zona tashkillashtirib qo'yibdilar. Mana bu joyda esa ko'rishlaringiz mumkin kuxnyani o'zi. Настольный gaz plita, vichka ham narsalar ustunovka qilingan. Orqa taraflariga ham огородlarga ega. Lokatsiyasi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Manzil esa Manzil Buxoro shahar,
Aver deb kelasizlar. 4 qavatli panelning birinchi qavati. Narxi 38.500 yetmagan ikkilamchi kirdi asosida ham xarid qilib olishlaring mumkin. Boshlang'ich to'lov uchun 14.000 dollar bo'lsa, xudo xolasa ishlaring o'xshab qoladi. Like va obuna bo'lishingiz chiqmasin, yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'ying. Center joydan uy qidirib yurganlar diqqatiga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda 2 xonalik 4-qavatdan kvartiramiz sotuvga chiqadi. 5 qavatli новостройкаdan 4-qavati. Bir taraflama proyekt. Qog'oz bo'yicha 45 metr kvadrat, uydagilar aytish bo'yicha esa 50 dan ziyod chiqadi deb aytiladi. Issiqlik tizimi uchun двухконтурный котел qo'yilgan. Ana bu kuxnya qismi ko'rinib turgan barcha jihozlar qoladi, xudo xolasa. Oyoq taglari pol qilingan ekan. Ana bu joyda sanzor qismini ko'rishingiz mumkin. To'liq kafil qilingan, aristonlar qo'yilgan. Tepa qismi natijnoy qilingan. Ana bu birinchi xonamiz, spalni xonamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 38.700 AQSh dollar so'rayapti. Joyga, lokatsiyasiga lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Maktab, bog'cha dasturli joyda joylashgan. Pridaskir masjid 5 mahal azon ovozini eshitilib turadi. Xudo xolasa, yo'l ustidan birinchi liniyada joylashgan. Ana bu esa zalimiz. Hurmatli obunachilar, Chinor restoran tarafdan, Pridaskir tarafdan uy qidirib yurganlar juda ham ko'p. Aynan shu yaqinlaringizga, aynan shu territoriyadan qidirib yurganlarga videomizni ulashib qo'ying, zero manfaatli bo'ladi. Uydagilarni uyda tortishib 40.000 dollardan 38.700 ga tushirib qo'ydik. Mehnatimizni qadrlaysizlar degan umidda bo'lsa, bitta like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasa, yaqinlaringizga videomizni ulashib qo'ysalar, zero manfaatli bo'ladi. 5 qavatli новостройкаdan 4-qavat 2 xonali umumiy maydon esa 45 metr kvadratdan iborat. Taklif bizdan, tanlov sizdan.